Nima uchun ayrim birikda kalasavod saroy mullalari chiqib olib, oddiy mana bloger, jurnalistlarni hammasini provokatorga, xalq xoiniga, vatan xoiniga chiqarishyapti. Bularni G'ayrat Do'stov yana paydo bo'lib qopti. Saroy mulla, chala mulla deyapti. G'ayrat Do'stov. G'ayrat Do'stovni xalqi dardini ko'tarib chiqmagan bu odam. O'zini g'ami bor, o'zini tashvishi bor buni deganimda qancha odam menga malomat toshini otdi. Nima bo'ldi? Isboti nima bo'ldi? Mana oxiri nima bo'ldi? 110 million pul yig'ib berishganida xalqi dardini tupurib 110 millionni olib yeydi. G'ayrat Do'stov. Kun o'tdi, vaqt o'tdi, pul tugadi, endi chiqib turib yana baqirishni boshlayapti. Xalq dardi deb, saroy mulla deyapti. Voy G'ayrat Do'stov. Saroy mulla deyish, ya'ni senda shunaqa qobiliyating bormi? Sen kimni mullasisan sen? Sen Trumpni mullasimisan? Epsteynni mullasimisan sen? Senda or nomus bormi G'ayrat? Erkak kishi patinkasini yirtig'ini ko'rsatmaydi. O'zbek jamiyatida erkak rujulati bor, nomusi bor odam patinkasini yirtig'ini ko'rsatib hayotim qiyin bo'lib ketyapti demaydi. Bu nomus bu. Nimaga sendan foydalanishyapti? Bu jamiyatda shunaqa narsani ko'tarib, mana muammo, problema deb ko'rsatish uchun qilishyapti. Sen o'shanga o'ynab beryapsan. Patinkasini yirtig'ini ommaga ko'rsatib, mana xalq dardi 100 million bersa, ha bo'pti deb indamay ketish bu benomuslik edi o'zi. To'g'rimisa? Jim turing. Bu benomuslik edi bu. O'zbek nomi bilan o'ziga bek degan. Bir ma'noda O'g'uzbekam degan ma'nosi bor, lekin biz o'zbek hozirgi etimologiyada o'ziga bek deb tushunamiz. O'zbek og'zi qorniga to'lgan paytida ham nomusi, hamiyati uchun tupurmagan. Og'zidagi qoni, tishi to'kilib ketgan, qon to'lgan bo'lsa ham nomusini saqlab tishini ichiga bosib o'tirgan o'zbek xalqi. Patinkasini yirtig'ini ko'rsatib, odamlarga dard, hamdard, xalq dardi deb baqirmagan. O'zbek emas bu. Bunaqa baqirishlik o'zbekning hamiyatiga to'g'ri kelmaydi. Endi chiqib ikkita bolangni ko'rsatyapsan. Senda o'zi uyat yo'q ekan o'zi. Saroy mulla deb qo'yasan. Oy, chala mulla deb qo'yasan. Sen nima to'liq mullamisan sen? Voyda deb yig'layapsan, bolangni ko'rsatyapsan. Mana och qolib ketdim buni. Ha, bolangni ko'rsa, bolang bilan baxtli ekaningni ko'rsat agar qo'lingdan kelsa. Ertaga o'sha bolalaring katta bo'lsa, o G'ayrat Do'stov. Bolalaring katta bo'lganda aytadi senga. Biroz nomusi bo'lsa aytadiki, dadam deydi, bizdan foydalanib yig'lagan ekan xalqqa chiqib deydi. Qanaqa bosh ko'tarib yuradi bolalar. Senga farqi yo'q bo'lsa, mayli, farqi yo'q. Lekin xalqimizdan yana bir ma'noda tashakkur aytmoqchimanki, xalqimiz ko'zi ochiq, ko'zi ancha ochiqligini ko'rsatyapti. Endi bularga aldanmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Bittasi yo'qolsa, ikkinchisini oldinga surishyapti. Bittasiga yetarli javob berilsa, boshqasini oldinga surishadi.